alaykum, Ramzuz kanalining obunachilari. Assalomu alaykum. Toshkent shahar va Toshkent viloyatidan uy-joy qidirib yurgan aka-ukalar, obunachilarim, hammaga assalomu alaykum. Ko'ngil to'q qilaveringlar. Arzonlardan, yaxshilardan sizlar uchun chiqarib borishga davom ettiryapmiz. Bugungi manzilimiz Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani Kuchlik mahallasiga keldik. Manzil yaxshi joyda joylashgan, uni ham inobatga olib qo'yasizlar. Vodiyli, vohali akalarimizga bir ma'lumot berib o'tirsam, O'rta Chirchiq nima degani, Yuqori Chirchiq nima degani, Quyi Chirchiq nima degani deganda Toshkent viloyatini 3 ta mana shunaqa tumanga bo'lib ketishgan. Yuqori Chirchiq, ya'ni tog' tomon, O'rta Chirchiq Toshkent viloyatining eng o'rtasi, Quyi Chirchiq, ya'ni Oqqo'rg'on, uje Sirdaryoga yaqin joylar. O'rta Chirchiqning eng afzal tomoni Toshkentning barcha nuqtalariga eng o'rtada qatnash qulay va vohaga ham, vodiyga ham chiqib ketishga eng o'rtada hisoblanadi. Bugungi sanamiz 15-iyun sanasini videorolik tayyorlaymiz. Egalarning nomerlarini ekranga chiqarib qo'yaman. Bemalol telefon qilib savdolashib ko'ringlar. 22 sotik maydon sotuvga qo'yilyapti. Tayyor 10 ta xona uyi bor. Xullas hamma sharoiti bor. Bir so'm rasvod qilmay kelib yashaydigan joy. Boshlang'ich narxi 22 sotik maydonimiz, 15 sotiga umumiy o'z kadastri bor. Hozir ham ko'rsataman. 5 sotiga qizil degan, qolgan joylari yashil hududda. Qizilga ham tushgan sababi uyda boshida suv o'tgan, o'shaning uchun qizilga tushgan. Ko'ringlar, tomosha qilinglar, bitta layklarni bosib o'tinglar. Hammasini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Xo'p, xonadonning umumiy ko'rinishini qaraganda juda ham fasad qismi keng hisoblanadi. Taxminan 50 metr ustida fasad qismi bo'ladi. 50 metr ekan, fasad egasidan ham so'rab oldim. Umumiy fasadni qaranglar. Aka-ukalar deyarli 3 ta aka-ukaga kelib turib joy qiladigan joy. Boshlang'ich narxi 53 ming AQSh dollari, barcha o'sha ko'rib turgan binolar ichiga kirib ketadi. Albatta telefon qilib qilsanglar savdosi bor, sunnatiga ham o'tib berishadi. Telefon qilib savdolashib ko'rishingiz mumkin. Kami bor, 53 ming startli narx qo'yildi. Qo'yliq bozorigacha ham, Bo'tgacha ham 33 kilometr hisoblangan. Futsitiga undan ham yaqinroq, To'ytepaga, Nurafshonning sentriga, o'sha O'rta Chirchiq tumanining markaziga yetib borish uchun taxminan 6 yo 7 kilometr orasida. Ko'chalarimiz asfalt, gaz, svet, suv, vodoprovod hammasi bor. Marhamat, hozir uyning ichiga kiramiz. Xullas, barcha sharoitlari bor ekan, kirib juda ham xursand bo'ldim. Did bilan qurilgan uy ekan. Ko'ringlar, bitta layklarni bosib o'tishni unutmanglar. Xonadonning o'zini garaji ham bor mana. Garajini ko'ringlar, daji o'rtada temir bor, yamasi ham bor ekan. Garaj uteplenniy, qishki mavsum uchun juda ham ajoyib variant va hovliga ham yo'li bor ekan. Xonadon, katta xonadonning umumiy ko'rinishi bu. Chap qo'lida yana ozgina joyi ham bor. Nima deydi, xonadonning o'zi umumiy atmosferasidan qaraganda juda ham tartibli, ozoda insonlar turar ekan, gulzor, hamma joy uzumlar joy-joyda qilingan. Mana bu hududni qarang. Mana yashil hudud. Xullas, uy katta uy o'rtaga tushgan, ikki tomonda ham bo'sh yerlar bor. O'sha aytib o'tganimizdek, 2 ta 3 taga o'zlari bo'lib oladigan akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqinglar, faqat bo'lib sotilmas ekan. O'shanisi bor. Hozir umumiy uyda atrofini ko'rib chiqamiz va xona-xona kirib barcha joylarni kuzatib chiqish imkoniyatimiz bor. Sizlarning xizmatinglardamiz. Faqatgina layklarni bosib tursanglar, shunaqa uylarni chiqarib berishga harakat qilaveramiz. Katta uyimizga kiraverishi bu. Bu yoqda 2 xona vremenkasi bor. Va o'ng qo'lda yana 2 xonali uy bor. Hozir chorva boqish uchun ham ajoyib xonalari ham bor. Qaranglar. Uje ana kishmish uzumlar pishishni boshlabdi xonadon. Uzumzor ko'p ekan. Aytib o'tganimizdek, qaralgan xonadon bo'lar. Agorodda ham uzumzor bor ekan. Mana. Yozgi oshxona qilib qo'yishibdi egalari bu yog'ini. Mana. Xullas aytganimdek, ozgina bo'lsa ham ancha sharoit yaratilgan xonadon.
ko'ringlar, qaranglar mana. Tovuqxona bu yoqlari. Bu yoqda ham tovuqxona. Bu yoqda ham mana setka bilan o'ralgan. Menimcha bu ham vaqtida tovuqxona rolini o'ynagan. Chorva uchun, molxona uchun joyi bor. Kichkina emas, uzunlasiga bir 12 metrlik molxona. Endi 3 metr mana. Ko'ringlar, uyda atrofida mana qo'ni-qo'shni, jiloy mahalla, bitta snos degan narsalar yo'q. Menimcha mana shu hudud qizil hudud, chunki mana ariq o'tgan, bu yoqda yana foydalanilmayotgan joy bor. Mana ham tariq bor ekan. Bu yerda ham mana shuning uchun ham qizil hududga kirgan. Lekin kadastr qilinish boshlaganda hamma xabari bor. Qizil hududlar territoriyani shu tekshirilib chiqilganda o'sha yashayotgan xonadonning o'ziga biriktirib beriladi. Agar biron bir anaqaga nima deydi? Davlat tomonidan bo'lgan qurilishlarga xalaqit bermasa. Xalaqit bermasa kerak, endi bu yerlar hali beri u shahar bo'lib ketishiga ancha bor. Yana ham bir eslatma. Ushbu turgan joyimizdan 500-600 metr narida poyezd stansiyasi o'tgan. Ya'ni bu kuchlik stansiyasi bor. Kuniga menimcha 2 marta Toshkent shahariga poyezd qatnaydi. Bunaqasi mashinalardan, probkalardan Toshkent shahariga kirib borganingizga o'rniga xuddi shu yerdan aytib o'tganingizdek 500-600 metr narida poyezd stansiyasi ham bor. Toshkent shahargacha ham poyezd qatnaydi bu yerdan. O'zi katta yo'lgacha ham xonadonimiz taxminan 1 kilometr plus minus. Angrotdan foydalanilmayapti ekan. Chunki xonadonda onaxonni o'zi qolibdilar. O'shaning uchun xonadon sotilyapti. Bu yerda bir noqulaylik sababdan sotilayotgani yo'q, yo biron joyga ko'chishdan emas, xonadonda onaxon qolib ketgan, bolalari shaharda yashar ekan. O'shaning uchun uyda egalari, o'g'illari aytishi bo'yicha onam bir o'zi qolib ketdi, o'shaning uchun sotib yuboryapmiz. Lekin bolaligimiz shu yerda o'tgan joy deyishyapti. Mana. Uzumzorga ham alohida etib berib qo'yasizlar. Mana bu teplitsa bo'lgan ekan. Biz oldin yoshligimizda qilardik mana shunaqa teplitsa. Ko'chatchilik bilan shug'ullansa bo'ladi. Daromad zo'r bu yerda. Foydalaniladigan yer maydonlari juda ham zo'r. Menga yoqdi. Fasad qismi katta bo'lganligi sababli aytilgandek mana bo'lib, agar bitta odam olsa, o'zlari uchun bo'lib har xil variantda yashasa bo'ladigan joy. Misol uchun akangizga, ukangizga yoki kelajakda farzandinglar uchun. Eslatib o'taman, boshlang'ich narxi 53 ming dollar so'rashyapti. Telefon qilib, yog'ini savdosini qilib olaverasizlar akalar. Savdolashib ko'ringlar, o'tib beradigan joylari bor ekan. 58 ming dollar startoviy narx qo'yishmoqchi edi. Iloji boricha narx-navoni yaqinroq qo'yiladi deb maslahat berdim va boshlang'ich narxini 53 ming AQSh dollariga qo'yildi. Yana ham qulaylik tarafi, hozir xonadon ichini kirib syomka qilamiz. Barcha jihozlar, barcha o'sha uyning ichida ko'rgan narsalar qolar ekan. Ajoyib taklif bilan chiqyapti sizlar uchun. O'sha tez orada sotilish uchun va onaxon bir o'zlari qolib ketibdi, o'shaning uchun ukada tezroq sotib olishimiz kerak. Bu hammom menimcha shunishim bo'yicha ko'chada ham mualliklari bor. Suvni qaranglar mana, oqib yotdi, vodoprovod suv. Banyada hammom ekan. Siralka, miralka qoladi. Hammasi qolar ekan akalar. Bemalol hech narsasi kesinglar ham bo'ladi. Hammom ko'ringlar, eski ruskiy banyalarga o'xshatdi. Mazza cho'miladigan joy. Hammom yonida kladovka. Da, kladovka desa bo'ladi, zimni oshxona desa bo'ladi. Холодильник qoladi. Холодильник qoladi. Pasuda? Pasuda olib ketiladi. Pasuda olib ketiladi. Bitta mebel, palas. Eski pasuda qoladi. Pasudalar ham qolar ekan. Esdalikka. Хорошо. Xo'p, qaranglar, kirganinglardan keyin katta uyimizga kirib hozir obzorini qilamiz. Uni ham ko'rib, o'zingizlar uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olinglar. Kattagina hol, ya'ni prixoshka. Remontlari
zo'r holatda turibdi. S двух сторонda zaходит. Ikki tomonlama kirilar ekan uyga. Mana. Yo'q, bu alohida stena tam. Bo'ldi. Mana. O'zimizni eski mana pol akalar. Beton emas. Mana. Bu hamma narsa qoladi. Pasuda olib keldim. Stenka menga podarka qiladi sotilsa bor. Stenkani qaranglar, shedevr. Shedevr emas, nargi uyda shedevr. Еще лучше bormi? Spalni. Yo'q, это zamonaviy emas, menga o'ta старый. Bu spalni garnitur Qoladi, hamma. Qoladi, Mana. Kровать, matras hammasi qoladi. Детский kровать qoladi. Молодец. Sotganda mana shunaqa sotilar. Kompyuter ham qoladi. Kompyuter ham qolar ekan. Hozir uyda ichidagi barcha jihozlarni o'zi sekin xom счет haqida bunday hisoblab chiqsanglar hamchi ancha-muncha pul kelib chiqadi akalar. Misol oddiy palasi ham olaman desangiz, bozorda sizga hozir 300 ming, 400 mingga bermasa kerak. Buni ham o'zini qadri bor. Eski o'zimiz palaslar. Kirganingizda chap qo'lda o'sha aytganimizdek uyga ikki tomonlama kirilar ekan. Koridor, spalni. Spalni bu yoqda. Mana. Ikkinchi spalni. Uchinchi spalni. Hamma narsasi qoladi. Молодец. Mana. Bu tizam. Bu ham xom taxta bo'ladi, ham oyoqqa turadi. Da. 12 tagacha. Mana. Stenka qoladi. Senga qolar ekan. Hamma narsa qolyapti deyarli akalar. Endi xonadonning o'zini egalari o'zlari uchun qadrli bo'lgan bir jihozlar chiqib qolishi mumkin. Misol mana telpakni olib ketishadi. Mancha dadangizni telpaklari rahmatli bo'lib ketishgan ekan. Duo qilib qo'yasizlar. Juda ham xonalar zo'r. Remont talab emas, konditsioner ham bor-a? Yo'q, konditsioner yo'q, kerak emas bunday. Da, salqin. Mana akalar, shinamgina ruschasiga aytganda uyutni, hamma udobstvo bor, deyarli hamma narsa qoldirishyapti. Sotishim shunaqa bo'lyapti. Ko'pchilik joylarda hali bunaqa holatlarga duch kelganimiz yo'q. Hamma narsa qoldirib ketilayotgan. Va o'sha xonadan, darvozadan kirganda o'sha aytganimizdek, bu yoqda ikkita xona. Ikkita xona ekan. Zimniy oshxona qilsa bo'ladi, stavoy. Qilmoqchi edik, hali rahmatli bo'lganim uchun qoldirildi. Hamma narsa qoladi. Televizor ham qoldiramiz. Televizor ham молодцы. Mana. O'tda sentralniy parovoy отопление, nargi uyda, katta uyda. Bitta pechka. Bitta pechka tam parovoy, ahamiyat bermayapman, yaxshi bo'ldi eslatganingiz. Bitta pechka ekan. Yoqda parovoy. Hurmatli obunachilardan iltimos qilib qo'ygan bo'lardik, layklarni ko'proq bosib yuboringlar. Sizga bo'lmasam kimnidir mana shunaqa summaga qurbi yetib turibdiki, lekin shunaqa sharoitdagi uylardan bexabar qolib ketishmasin. Va qolib ketgan joyimiz hozir tashqarida yana bittagina joyimiz qoldi. Mana kirgan darvozaxonadan chap tomondagi aytib o'tganimizdek yana quruq yer maydoni bor. Mana. O'tda kotelni. Kotelni, ha? Da, bo'ldi. Toshkent shaharidan 33 kilometr. Bu degani hozir через karta qaraganimda где-то 44 minut yo'l ko'rsatdi hozir Qo'yliq bozorigacha. Unaqa uzoq emas. Bo'ldi, hamma joy ko'rsatdik-a. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar, hurmatli obunachilar. Огородga suv kiradimi ariqdan? Kiradi, kichkina. Men bu shuni ham aytib o'taylik. Уже nami bor, mana suv ham bor akalar. O'tdan ochsa bo'ladi, polni sug'arsa bo'ladi, agar o'tda kancha kiradi. Mana bu daraxtlar ham bizaniki, mana bu joy bizaniki. Bo'ldi, tushunarli. Obunachilarga aytdim, что 15 sotik зеленый и 7 sotik красный, да?
6,5 soatlik krasniy. Ha, 6,5 krasniy, 15,5 ziloni. Keyingi yilga kirgiziladi. Da. Kadastrdan so'radik, keyingi yil kiradi u. Bo'ldi, tushunarli. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar, o'zinglarga ehtiyot qilinglar. Videorolikimiz Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani Kuchlik mahallasidan bo'ldi.